Assalomu alaykum aziz qadrli do'stlar. Umid qilamiz har yerda bo'lsangizlar, sog' salomat bo'lsangiz. Biz bugun bozor mushtaraka kelganmiz. Bozor mushtarak Afg'oniston va O'zbekistonga tegishli bo'lgan bir bozor. Bu yerda Afg'oniston fuqarosi va O'zbekiston fuqarosi kelib olib sotuv ishlarini qiladilar. Biz ham bugun xohladikki shu bozordan sizga ko'rsatuv olsak. Hozir biz bugun bir do'konga bosh uramiz va ishlar to'g'risida so'raymiz. Biz bilan hamroh bo'ling, keling birgalikda do'konga boramiz. Salomlar bo'lsin o'zizga. Sizga ham Alloh salomi bo'lsin, salomlar bo'lsin. Xush ko'rdik. Bizni yurtimizga kelib, mana shu magazinimizga tashrif buyurganingizdan bag'oyat xursandmiz. Rahmat. Bizlar ham bag'oyatda xursandmiz bugun siz bilan uchrashganimizga. Bugun biz fursatdan foydalanib mushtarak bozori, ya'ni Afg'oniston O'zbekistonga tegishli bo'lgan bozordan bir ko'raylik, yaqindan bir ziyorat qilaylik dedik. U bilan siz bilan uchrashdik. Uchrashganimizga bag'oyat xursandmiz. Qanday ishlar ahvoli? Ishlaringiz haqida biroz ma'lumot bersangiz. Biz Chicago brendi ostida bolalar tagliklarini va ayollar gigiyenik vositalarini ishlab chiqaramiz. Bizni mahsulotlarimiz 2018-yildan buyon bozor restoranlarida sotuvda mavjud. Hozirgi kunda O'zbekistonning barcha viloyatlarida va shu jumladan mana Aeroton savdo kompleksida sotuvi bor. Bu rasmiy do'konimiz bizni. Bu yerda biz bolalar tagliklarini sotuvini yo'lga qo'yganmiz. Va qo'shni davlatlarda ham eksportlarimiz mavjud, ya'ni qo'shni davlatlarda ham sotuvi amalga oshiriladi. Bizni tagliklarimizni asosiy narsalardan biri bolalarga allergiya bermaydi, ya'ni giperallergenli. Bolalarga allergiya bermaydi, ya'ni boshqa bir pampersdan o'tsa nima qilmaydi. Birinchidan, ikkinchidan biz mahsulot bolani 12 soat quruqlikda ushlab turadi. Ya'ni bola namda qolib ketmaydi, 12 soat quruq ushlaydi va tejamkor. Bizning korxonamizning shiori bor, qulay, quruq, tejamkor degan shior ostida biz ishlaymiz. Bizni mahsulotimizga ishlatiladigan seriyalar asosan Kanadadan keladi. Butunlay mollar hammasi Kanadadan keladimi yo'qsa O'zbekistondan chiqqan mollar ham bormi? O'zbekistondan chiqqan mollar ham bor. Keyin Kanadadan keladigani ham bor. Keyin masalan upakovkamiz mana hozir ko'rdinglar, upakovkalarimiz ham bizga import bo'lib keladi. Ya'ni boshqa davlatdan zakaz qilib olib kelamiz ularni. Nimagaki, birinchi o'rinda sifat. Bolani sog'ligi, bolaning salomatligi biz uchun muhim. Ko'p yaxshi. Bu narx-navolar qanday? Mushtariylar ular uchun to'g'ri bir narx-navomi yo'qsa ular biroz qiymat ko'radilarmi? Narx-navolaringiz haqida biroz ma'lumot bersangiz. Narx-navolarimiz O'zbekiston uchun alohida narx, Afg'oniston xalqi uchun alohida, ya'ni narxlarda pasaytirilgan holatda sotuvda bor hozirgi kunda. Eksport masalalari bo'yicha hamkorlarimizga yana ham qulay, yaxshi narxlarda qilib beramiz ularni. Ko'p yaxshi. Bu aloqa qanday hozir afg'on fuqarolari bilan kelib narsa oladilarmi, olmaydilarmi? Olgan bo'lsalar ular bilan tozadan aloqa qurib mushtaridorlik qilish siz uchun qanday bo'lyapti? Aloqalarimiz yaxshi afg'on xalqi bilan, samimiy. 2024-yil oktyabr oyidan beri bizni rasmiy korxonamizning do'koni faoliyat yuritadi. O'shandan buyon necha afg'on fuqarolariga mahsulotimizni sotdik va ular bahramand bo'lishdi bundan va mahsulotimiz sifatini ham o'zlari juda oliy, yuqori deb ta'kidlab o'tishdi. Ular bilan o'sha oktyabr oyidan beri 2024-yil oktyabr oyidan shu kungacha yaxshi munosabatlarda bo'lib kelyapmiz. Afg'on xalqiga nisbatan hurmatimiz yana ham oshdi va afg'on xalqidan juda ham bag'oyat mamnunmiz biz. Ko'p yaxshi. O'shandayki mollar, mahsulotlar yaxshi bo'lsa, mushtarilar ham yaxshi bo'ladi. Biz sizni ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Ishlaringiz darajasi ancha ortsin. So'nggi biron gapingiz bo'lsa, eshitamiz. O'zbek-afg'on birodarligi, do'stligi bardavom bo'lsin. O'zbekiston-Afg'oniston hamkorligi ham doim barqaror bo'lsin. Va
afg'on xalqini O'zbekistonda ko'rganimizdan xursandmiz. Mana shu Aerotom savdo kompleksida Afg'oniston xalqi bilan hamjihat bo'lib savdo qilib turganimizdan mamnunmiz. Mana bizni rasmiy do'konimiz va yonimizda afg'on millatini rasmiy do'koni. Biz do'st birodar bo'lib, hamjihat bo'lib savdo qilyapmiz. Kelgusida afg'on xalqiga ham, o'zbek xalqiga ham har bir ishlab chiqaruvchiga faqat omad tilaymiz. Savdogarlarni ishini, barakasini bersin, savdosini bersin. Omad hamisha yor bo'lsin. Rahmat. Aziz ko'ruvchilarimiz, sizlardan ham rahmatki bu vaqtgacha bizni kuzatdingiz va ko'rsatuvimizni ko'rib to'xtadingiz. Azizlar, biz bugun bozor mushtarakka kelgan edik, ya'ni bozor mushtarak ham dedilar va mushtarak bozor ham dedilar. Ikkisini aytsak ham bo'ladi. Biz bugun shu yerga bir sayohat qildik va shu fursatdan foydalanib o'zbekistonlik vatandoshlarimizning birlarining do'konlariga kelib ulardan ishlari ahvoli haqida so'radik. Ular ancha xursand ekanlar. Albatta Afg'oniston fuqarolari bilan ham aloqalari yaxshi ekan. Ular ham keladilar, bizning mahsulotlarimizdan foydalanadilar deb aytdilar. Bularning ishlariga omadlar tilaymiz. Agar siz ham xohlasangiz, mana shu mahsulotlardan ismini bir aytib o'tdilar aziz do'stimiz. Shu mahsulotlardan foydalanmoqchi istasangiz, bu joy sizlar uchun yaxshi adres bo'ladi. Rahmat sizlar uchun, bizning kuzatganingizdan yana bir bor rahmat. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling, yaxshilikda, yaxshi kunlarda yana ko'rish Alloh nasib qilsin.